Lobby ekan professional atletlar pastda atmetka qilib qo'yaman, kirib Instagramga tanishib olsangiz bo'ladi. Bugun triumfga qildiradilar. Aka, nimadan boshlaymiz? Bugungi birinchi trenirovkamizda har doim qizib olishdan boshlaymiz. Biga o'tirishkadan yengilgina boshlab olamiz. Bo'ldi. Qani ketdik. 10 minut. Qizib olganimizdan keyin sekin gruddan boshlaymiz, tepa qismdan boshlaymiz. Bitta bazaviy упражнениyaga ikkita podxoddan 15 ta 20 tadan sonda ishlaymiz. Sredniy vesda, og'ir ves emas. Xuddi mana shu texnika bilan ishlaymiz. Yelkaga birinchi упражнениya hamma yerda bo'ladi. Ishlash texnikasini ko'rib olamiz. Xuddi tirsak mana shunday oldingi qismga yonga ketmaydi. Mana shu texnika bilan sredniy vesda 15 ta 20 tadan ikkita podxod qilamiz. Qo'yamiz, до конца cho'zamiz. Ana shunday cho'zilishi kerak hali. Ana shunday ishlaydi, davay, ketib tortamiz. Hop, hop, chotki. Tritsepsga bo'ladi keyingi упражнениямizda. Buni ham ishlash texnikasini ko'ramiz. Pastgacha tortib, ko'targanda mana grud расстояниясidan sekin qaytaramiz. Hop, ketdi mana. Tritsepsga bo'ladi keyingi упражнениямizda. Qaranglar, bunda ham ko'pchilik to'g'ri bajaradi. Tirsak o'ynab ketmasligi kerak. Yengil vaznda oldin to'g'ri bajarib olamiz. Do konca siqamiz bitsepsni, sekin qo'yib olamiz, do konca ochamiz. Mana. Do konca ko'taramiz, sekin ochamiz do konca. Ana shunday, da. Hop, cho'k. Kelinglar, trenirovka qilinglar. Akani pastda atmetka qilib qo'yaman. Bularning rejimi va sportga, aynan shu trenajyorniy zalga bo'lgan bilimi orqali hayotinglarni o'zgartirsanglar bo'ladi. Kimga vес yetmasa, vес olasa, kimda лишний вес bo'lsa, kelib vesni tashlaysizlar. В целом, красивое тело это всегда круто. Приходите, пишите, звоните.